hech kim qilmagan eksperimentni Jack Motors Farg'ona filiali sizlar uchun bag'ishlaydi. Ashta qo'llar qaltirayapti. Qaytarmaydi-da, botib qolishi mumkin. Assalomu alaykum Jack Motors muxlislari va mijozlarimiz, albatta Farg'ona filiali mijozlari. Bugungi obzorimiz o'ta bomba, o'ta eksklyuziv bo'lib o'tadi. Nafaqat butun respublika, ya'ni Jack Motors filiallar ichida hech kim qilmagan obzorni, ya'ni hech kim qilmagan eksperimentni faqat Farg'ona filiali, Jack Motors Farg'ona filiali sizlar uchun bag'ishlaydi. Eksperimenti udari. Qaytarmaydi-da, botib qolishi mumkin. Xullas, do'stlar, ichimdagi narsani hozir yetkazib bera olmayapman. Sababi vashta qo'llar qaltirayapti. Nima deydi, o'zim uchun ham bunaqa eksperiment o'ta xavfli, o'ta nima deydi, bu 400 millionni men bo'ynimga qo'ygandek bo'lyapti. Ya'ni tavakkalsiz ish bitmaydi, tavakkalchini ishini Xudo o'rnatib deganda. Xullas do'stlar, ko'rib turganlaringdek, biz Farg'ona tumani Chimyon qishlog'ida, Chimyon soy degan joyda turibmiz. Ko'rib turganlaringdek, ashuna vashi dahshat. Suvni ko'rib turibsizlar, qanchalik raziyada oqyapti. Endi bu suvimiz to'g'ri, soyimiz sayoz bo'lishi mumkin, lekin chuqur joylari ham mavjud. Tez oqava suv bilan ham soyimiz ancha tez oqyapti. Obzorimizdan uzoqlashmang. Hali tog'larga, bog'larga, qirlarga, adirlarga chiqib ko'rsatamiz. Siz haqiqiy Jack Motors, ya'ni Jack oilasida Jack T9 Hunter modelini nimalarga qodirligini siz mana shu video davomida ko'rib o'tasiz. Videodan uzoqlashmang. Do'stlar, ko'rdilaring. Endi suvda sinadik. Endi bo'lsa mana ko'rib turganlaringdek ko'rsatib o'tayim. Kamida 900 metr yoki 1 kilometrlik adirga, ya'ni tik bo'lgan adirga mashinani haydaymiz. Ya'ni mashinani aerodinamikalari qanaqangi ishlaydi, mashina o'zini qanaqangi tutadi, motor ovozlari, korobka передаchalar va o'zini vesini qanaqangi balansda ushlaydi, ya'ni bir xil me'yorda ushlaydi. Hammasini ko'rib o'tasizlar. Gap yana o'sha gapni qaytaraman. Bu obzorda hali hech qaysi bir Jack Motors avtosaloni qilgani yo'q. Faqat bunaqangi eksklyuziv, bunaqangi adrenalin va bunaqangi riskovatli videolarni faqat Farg'ona filiali qo'yadi. Jack Motors. Bormi? Otziv tashlaydiganlar. Jackchilar, sizlar kutib qolaman. judayam
santimetr joylardan yuryapmiz. Ya'ni riskovat qilib. Agar rahbarimiz ko'rsa o'shanaqa qiladi. Lekin biz hamma narsani o'zimizni bo'ynimizga olib, mashinaga texnik birorta bir zarar yetadigan bo'lsa, hammasini bo'ynimizga olib chiqqanmiz. Do'stlar, negativchilar srazi qo'llaringni charchatib yozib o'tirishlarini shart emas. Aytadigan gapni aytib qo'ydim. Qo'llaringdan kelsa sizlar ham shunaqa qilinglar. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek odam qadami yetmaydigan joy deydi-ku, hazil. Albatta ko'rib turganlar batlar juda ham toshliq, juda ham xaroba joylarida odamni qo'li gul deganda, mana mehnatkash xalqimiz chiqib chiroyli bog'-rog'larda qilib, nima deydi, bir tabiatimizni yana ham asrashga o'zini hissasini qo'shib yotishibdi. Bu uchun bog'bon akalarimiz, ya'ni chimyonli bog'bon akalarimizga respekt. Sanga o'sha kayf deydi-ku. Albatta hammasi nazoratimiz ostida. Mashinamiz hech qanaqangi ziyon kelgani yo'q, bo'lgani ham yo'q. Xudo xolasa T9 Hunter'ga manaman degan tanklar ham, manaman degan avtomobillar yetishga orzu. Tem bo'le Jack T9 modeliga. Bu haqiqiy erkaklar. Yana aytaman, pasportida erkak deb yozib qo'ygan emas. Haqiqiy mujiklarda haqiqiy adrenalin, haqiqiy kuchi desa ham bo'ladi, do'stlar. Chota Abbosxon mashina chota menga yo'q bo'lyapti. Hazil haqiqatan 400 millionga arzir ekan. Bosar yemikin ham. O'labda endi Jack sotibdan Jack minalmasam, to'g'rimi? Mazza qilib chimyonni bolasi bo'lsam, qiradirlarda katta bo'lgan bo'lsa, bizga endi bunaqa mashinalar kerak. Tayi pas, hatta yo'q. Nima deydi? 200 ming dollarlik mashina bo'lmaydimi? Tayi pas bo'lgandan keyin biz yo'llarda yura olmaydi. Abbosxon o'zingizdan bilasiz. Hanga shu rolini ushlaganingizda shu tottigiz varsa ekan yo'llarda. Abbosxon mana shu tikkali yo'ldan chiqaman, faqat o'zimiz izda ochamiz. Ya'ni avtomobil, ya'ni mashinalar yurgan yo'ldan chiqmaymizda. T9 o'ziga mustaqil o'ziga ishonadi va ichidagi roldagi turgan odam ham o'ziga ishonadi. Izi bosmagan, ya'ni avtomobil izi bosmagan joydan mashinani olib chiqib ko'ramiz, baho beramiz T9 ga. Aka chiqolmaysiz, yo'l chatoq ekan. Do'stlar, bu yo'ldan yurishimiz sababi shuki, qarang, mana bu tarafda endi bunaqa ko'lab qo'yishgan ekan, ya'ni ko'chatzor, bog'zor qilamiz. Ya'ni ko'chatni rivojlantirish uchun, ya'ni ko'chatsozlikni rivojlantirish uchun bog'dorchilikda bunaqa chuqurlar ko'lab qo'yilgan ekan Samsunglarda. Endi ochig'ini aytaman, mashina o'zimniki bo'lsa o'zim bilar edim. Lekin ancha minchasi 400 millionni bo'yniga ilib bunchalik riskovat qilmaydi. Do'stlar, shuni bilib o'tinglar. Ko'ryapsizlar, o'ta necha ming metr balandlikda deb o'ylaysiz? Abbosxon, biz hozir necha ming metr balandlikda ketyapmiz? 1000 bordi. 1500 metr balandlikda ketyapmiz. Ya'ni yer sathidan 1500 metr balandlikda ketyapmiz. Sizlarga Chimyon qishlog'ini, Chimyonliklar bormi? Chimyon qishlog'ini eng tepa joydan ko'rsatib o'taman.
qarang, qarang. 1,